Özlerine tabiat gösterdiler. Ya şu oğul farzandlari opasisiz hech bir ish o'tmaydi. Buni sababi o'zi aslında psixologiyada ayol turmush o'rtog'i bilan munosabatni chiroylatib o'rnatib bilmaydi. Eğer unga yaxshi e'tibor bermaydi yoki o'zi eri bilan yaqin bo'lishni uddalab bilmaydidan ong osti bu muammoga yechim etib o'g'il farzandini olib beradi. Turmush o'rtog'idan xohlab turgan mehri, e'tibori hamma narsasini u o'g'lini olishni boshlaydi, hamma muammosini o'g'li bilan birga bo'lishni boshlaydi. Buni oqibatida o'g'lini manipulyatsiya etadi. Men sen uchun hamma narsadan geçtim, seni yaxshi ko'raman, sen meni baxtlatishing kerak. Keyin o'zini jabrdiyda ko'rsatadi. Bolasi ham o'ylaydi, opam meni yaxshi ko'radi, men uchun hayotini pulni fido etgan, men ham opamga novlandir etishim kerak. Bola ulg'aygandan keyin uylanadi, lekin o'zini oilaviy hayotida baxtli bo'lib bilmaydi. Opasini oldidagi aybdorlik buni butun umr, ya'ni o'zini oilaviy hayotida baxtli bo'lishga to'siq bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda me'yorni saqlab bilish kerak.